Hop, mana bu o'rtanchi nima ekan, xuddi shaytonlarga o'sha jamoratni sug'uradi degandek, jamoratni ko'radi degandek. Bu usto. Ehrom usto ekan. Ha bu ehrom akbar. Ya'ni katta nima piramida, o'rta piramida orqada kichkinalari, u yerda bolachalar ekan. Ne xullas kalam endi nima bo'lsa ham mana bu tuyada yurishlik ham bir ajib bir hissiyot. Yetchalarimiz bilan olib ilmlarimiz ham saqlab ketyapmiz, ha? Maşallah. Qarang bu manzaraning go'zalligini. Ana. Misr Qohira. Juda katta shahar. Faqat ko'proq ajnabiylar ekan. Biz ham o'zi ajnabiymiz bularga. Lekin sayyohlar, Xitoylar, Yaponlar, Yevropa xullas kalam. Biz o'zimiz bilan tog'i qiziqmaganda belgilar ham ba'zida belga qiziqmaydi. Biznikilar ham o'zi tarixga uncha qiziqmaymiz. Lekin mana bu yerga kelganda bir ajoyibotlar ko'rib, o'sha insoniyatning tarixini o'rganib, eski insoniyat tarixiga bir nazar boqadigan bo'lsangiz, ko'p narsalar tushunib yetasiz-da. Qanaqa qilib solgan degan bir savol paydo bo'laveradi-da. Maşallah keldik mana. Это Dark War.